Fanta apelsin eskirdi, Beltepaga skidga so'rovdinglar. Xudo xolisa, akalarim kenajonlar, sizlar uchun yengillikni o'rni qilib qo'yganmiz. Saltanat olmalarni 1 kilosini 15 ming so'mdan qilib beramiz. Akalar kenajonlar, kivi bo'ladi, sog'lomi bo'ladi, yumshab ketmagan, juda ham zo'r. Xudo xolisa, foydalisini 25 ming so'mdan qilib beramiz. O'ziga juda ham shirin bo'ladigan kivimiz, bu yerda muskat uzumlarimizni juda ham zo'rini olib kelib qo'yganmiz. Mangoli deysizlarmi, tavruzli deysizlarmi, hamma narsa bor. Akalarim, kenajonlar, Beltepa xalqi 5-aprel Ibn Sino, xullas 2 kilo Fanta apelsinini 15 ming so'mdan qilib beramiz. 1 kilosini hop 8 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolisa, assortimentlarimiz yetarli darajada bor. Bu yerda rovotchi juda ham zo'ri bor, xudo xolisa. Qani qo'lishingiz mumkin, eng shirini, sifatlisi, zo'ri bo'ladi, xudo xolisa. Mana akalarim, xudo xolisa, bitta yeb ko'ramiz buni. Yo'liysami yo'qmi? Yaxshi. Qani bittachi, faqat to'g'risini ayt. Qanaqa? Mazasiga gap yo'q lekin. Qanaqa maza keldi? Masha zo'rmasa. Xudo xolisa, akalarim kenajonlar, rivoj qidirib yurgan akalarimiz, opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa, Beltepaga ham olib kelib qo'yganmiz. Mabodoga dovutchi, hamma narsalar bor. Bizning adresimiz hop navigatorga Beltepa 31B deb yozsanglar chiqadi. Murojaat uchun nomerlar bor. Telegram kanalda lokatsiyalar bor. Xudo xolisa 5-aprel 2026-yil ulgurib qolinglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Assalom.